Bilaman, hammanglar o'sha obzorlarni ko'raverib zerikib ketgansizlar. Kelinglar, undan ko'ra men sizlarga avtomat korobka tegachchi qanaqa haydash kerakligini ko'rsatib o'taman. Qani ketdik. Kabinaga marhamat. Tegach zavod qilaylik-chi. Kun ham o'zi isib ketdi bahor kelib. Mashinani konditsionerni srochniy yoqish kerak. Bilasizlar, bunda klimat kontroli bor. Xo'sh, klimat kontroliga qolamiz. Ana endi tezroq boshlaymiz. Qani ketdik. Hozir katta yo'lga chiqib olamiz, keyin bemalol sizlar bilan gaplashib ketaveramiz. Nima deylar? Bu aytayotganimizdagi avtomat korobka oddiy lehkoy mashinalardagi PRNDSga o'xshamaydi. Bu joystick sifat ko'rinishga ega. Yonida ikkita tugmasi bor. O'ng tarafida neytralkaga tushirish uchun tugma. Chap tarafida bu deyarli hamma lehkoyda bor. Avtomat korobka bosganingizda yo bu yog'ida bo'ladi, yo yonida bo'ladi. Xullas, pozitsiyani o'zgartirish uchun bosib turib, yo oldinga, yo orqaga itarishimiz kerak bo'lgan knopka. Ahamiyat qiladigan narsamiz bu yoqda 3 ta knopka turibdi. Bu avtomat korobkani rejimlari. Birinchisi M va A knopkasi, bu mexanika hamda avtomat korobkaga o'tkazsa bo'ladi. Mexanikasi xuddi lehkoylarda kabi Tiptronic. Qo'lda o'zingiz birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi shunaqa qilib regrovka qilasiz. Qaytarishga bo'lsa, xuddi shu kombinatsiya orqaga. Minus ko'rinishda orqaga qaytaraverasiz, 5 dan 4 ga, 3 dan 2 ga, xuddi shunaqa. E bilan mana bu P harfi nima deydigan bo'lsangiz, bu rejimlar. E bu как ekonom, tabloda birdan ko'rsatadi, ekonom plus va powerful. Oxirigacha maksimal ot kuchini qo'shadigan, oddiy qilib aytganda mana bu sport yoki sport plus degandagi rejim bo'ladi. Xo'p, men bu C kategoriyasini to'g'risini aytganda o'zim ham yaxshi tushuna olmadim. Agar sizlar mendan ham yaxshiroq biladigan bo'lsanglar, kommentariyada yozib ketinglar. Navoda o'zim bilib qoladigan bo'lsam, kommentariyaga yozib ketaman bu nimaligini. Birinchi galda ruchnik tushiramiz, tormoz bosib olib turib, aytib o'tganimdagi oldinga qarab. Tabloda sirazu ko'rsatadi. Misol uchun P ga qo'ydingizmi, R gami, D gami. Bitta qiziqarli fakt, bu yoqda lehkoy avtomobillardagi mana hozir neytralkada skorost turibdi, ya'ni D da turibdi sizlar tushunishinglar uchun. Oyog'imni tormozdan olsam, mashina yurib ketmaydi. Ya'ni lehkoyda qanaqa? Oyog'ingizni tormozdan olsangiz, o'sha qo'zg'alish tiyagasi paydo bo'ladi. Yoki R ga qo'ysangiz orqaga, D ga qo'ysangiz oldinga. Bunda unaqa narsa yo'q. Agar bu spustda turgan bo'lsa, ya'ni mashina qiya holatda turgan bo'lsa, mashina orqaga ketib qolish xavfi bor. Shuni ham hisobga olasizlar. Birgalikda sizlar bilan korobkasini, переключениясini, ya'ni almashishini ko'ramiz. Hozir orqamizdan o'tib ketayotgan mashinani qo'yib yuborib, sekin yo'lga chiqamiz. Qo'zg'alishi o'zi umuman qanaqa, переключенияsi stabilniymi? Shularni hammasini ko'rib chiqamiz. Ketdik. Hozir avtomat korobka rejimida ekonom rejimda turibdi ekan. Buni yurib ketayotgan joyda ham naqadar almashtirsak bo'ladi. Ekonom yoki ekonom plusga yokida o'sha full sport plus yoki shunga o'xshagan. Bunda power deyiladi, sport plus emas. Ya'ni to'liq ot kuchini ishlatish. Shu yerda o'zidan bitta bossa, mashina уже boshqacharoq o'zidan tutishni boshlaydi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, уже переключенияni keyinroqqa, ya'ni cho'zib переключать qiladi har bir skоростda. O'zi umuman juda ham qulay. Bilasizlar, mexanik korobka endi sizlar hammanglar haydab yurgansizlar. Asosan tigachlarda 12 ta yoki 16 ta pog'ona skorost bo'ladi. Har bitta qo'zg'alish uchun skorostdan skorostga juda ham qiynaydigan azob bu men uchun. Agar anaqa tigachilar bo'lsa, qiynalmasdan bemalol ketaverasizlar. Xo'p, o'zi umuman tigachimiz qanaqa model? Bu haydab ketayotganimiz Howo T7 tigachi. 4x2 orqasi 1 moslik, o'sha furalarga, tentovkaga, refrigeratorlarga mo'ljallangan. Asosan uzoq yo'llarga yurish uchun. Bu avtomat korobka bo'lgandan keyin bunda yana bitta qo'shimcha opsiyasi bor, retardasi bor. Retarda nima? Bu spustga qarab ketayotganingizda sizni sekinlashtirib berish uchun qizib ketmaydigan sistema hisoblanadi. Bu korobka orqali ishlaydi. Mashinada konditsioner pechkasi bor, 360 gradus kamerasi bor, oldi, orqa, yon taraflarda bakoylarda. Xo'p, monitorimizga fleshka ketadi, radiosi bor. Konditsionerlari juda ham zo'r sovutadi. Mana hozir ishlatib ko'ryapmiz. Kabinada 3 kishimiz, shunda ham hammamiz mazza qilib o'tiribmiz. Xo'p. Brat nima qilyapti?
bizlarni ham lehkoylar obgor qilishni boshladi har doimgidek. Mayli. Xullas o'rtoqlar, o'zingizlarning fikringizni yozib ketinglar, albatta izohlarda. Avtomat korobkali ichigacha yaxshimi sizlar uchun yoki mexanika korobka bo'lgani yaxshimi? Azizlar, ushbu formatdagi videomiz sizlarga ma'qul keldimi? Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Agar sizlar shu texnikani xarid qilmoqchi bo'lsanglar yoki batafsil ko'proq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.